Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Sog'misiz? Omonmisiz? Bugun darsga tayyormisiz? Hozirgi darsimiz 1-sinf yozuv darsi. Bugungi darsimizning shiori: Ona tilim, jonu dilim, senla olay kuchli bilim. Yozuv darsin boshlaymiz, olg'a qadam tashlaymiz. Daftarlarni chiqarib, ruchkalarni shaylaymiz. Chiroyli yozish uchun bor kuchimiz sarflaymiz. Aziz bolajonlar, bugungi darsimizga tayyormisiz? Barakalla. Unday bo'lsa, darsimizning mavzusi. Bugungi darsimizning mavzusi A va O harflari va ularning yozilishini o'rganamiz. Darsimizning maqsadi A va O harflarini yozishni o'rganamiz. Shu harflar imlosini tushunib olamiz. Aziz bolajonlar, mana bu rasmlarga diqqat bilan e'tibor qarating. Mana bu rasmlardagi so'zlarni topamiz. Qani, diqqat bilan e'tiboringizni qarating. Birinchi so'zimiz arra. Barakalla. Ikkinchi so'zimiz anor. Barakalla. Uchinchi rasmda nimani ko'ryapmiz? Asal. Juda ham to'g'ri. To'rtinchi rasmimizda nimani ko'ryapmiz? Ari. Juda ham to'g'ri. Beshinchi rasmimizda nimani ko'ryapmiz? Qani bolajonlar? Ayiq. Barakalla. Juda ham to'g'ri aytdinglar. Bolajonlar, e'tibor bering. Mana shu barcha so'zlar qanday harf bilan boshlanyapti? Albatta, bu so'zlarimiz kichkina A harfi bilan boshlanyapti. Barakalla bolajonlar. Mana bu kitobimizdagi kichkina bosmacha A harfining ko'rinishi. Mana bu bolajonlar kichkina yozmacha A harfi. Biz daftarimizga mana bunday yozmacha harf bilan yozamiz. Juda ham to'g'ri bolajonlar. Barakalla. Bolajonlar, endi mana bu rasmlarga e'tibor bering. Mana bu rasmdagi qiz va o'g'illarga A harfi ketadigan ism topib qo'yamiz. Qani, boshladik. Topdingizmi? Barakalla. Anvar. Anvar. Barakalla. Aziza. Aziza. Juda ham to'g'ri. Keyingi yigitimiz Asqar. Asqar. Juda ham to'g'ri. Barakalla bolajonlar. Endi mana bu bolalarga A harfi ketadigan ismlardan topib qo'yamiz. Qani, o'ylanib ko'rdingizmi? Anora.
Juda ham to'g'ri. Anora. Akmal. Keyingi qizimizga qanday ism topdingiz? Arofat. Arofat. Judayam chiroyli ismlar topdingiz bolajonlar. Barakalla. Ofarin. Bolajonlar, bolalarning ismlari katta harflar bilan yoziladi. E'tibor berdingizmi? Bolajonlar, mana bu katta A harfi. Bu kitobimizda beriladigan bosmacha katta A harfi. Diqqat qiling. Mana bu esa biz daftarimizga yozadigan katta yozmacha A harfi. Diqqat bilan tinglang bolajonlar. Kitoblarga yoziladigan harflarni bosmacha harflar deymiz. Biz daftarimizda qo'llaydigan harflarni esa yozmacha harflar deymiz. Aziz bolajonlar, diqqatimizni mana bu rasmlarga qaratamiz. Rasmlardagi predmetlarni, hayvonni nomini topamiz. Qani? Bu ot. Keyingi mevamiz bu olicha. Barakalla, olicha. Keyingi mevamiz bu olma. Albatta bu olma. Aziz bolajonlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu so'zlar hammasi qanday harf bilan boshlanyapti? Albatta, O harfi bilan boshlanyapti. Juda ham to'g'ri. O harfi bilan boshlanyapti. Bolajonlar, mana bu kitoblarda qo'llaniladigan kichkina bosmacha O harfi. Mana bu esa bolajonlar, biz daftarimizga yozadigan kichkina yozmacha O harfi. Juda ham to'g'ri. Endi bolajonlar, rasmlardagi o'g'il va qizlarga O harfi ketadigan ismlarni topib qo'yamiz. Qani? Yaxshilab o'ylab, chiroyli ismlarni qo'yamiz. Qani? Ketdik. Ozod. Judayam chiroyli ism topdingiz. Ozod. Qizimizga Oydin deb ism topdingiz. Judayam chiroyli ism. Barakalla. Omon. Barakalla. Mana bu qizimizga qanday ism topdingiz ekan-a? Odina. Odina. Juda ham chiroyli ismlarni topdingiz aziz bolajonlar. Endi diqqat bilan tinglang. Bolajonlar, barcha bolajonlarimizning ismlari
O harfi bilan boshlanyapti. Kishilarning ism-familiyalari katta harflar bilan yoziladi. Diqqatimizni qaratamiz. Quloq soling. Mana bu katta bosmacha O harfi. Mana bu katta bosmacha O harfi. Bunday harflar kitoblarda, gazetalarda qo'llaniladi. Mana bu esa bolajonlar bizning daftarimizda qo'llaydigan yozmacha katta O harfi. Diqqat bilan tinglab oldingizmi? Juda yaxshi. Yodingizdan chiqarmang. Bolajonlar, endi diqqat bilan mana bu rasmlarga qarang va rasmlar ostidagi so'zlarga qarang. Rasmlardagi so'zlarni bo'g'inlarga ajratib o'qiymiz. Quloq soling. Birinchi so'zimiz ar-ra. Bu ikki bo'g'inli so'z. Ikkita unlisi bor. Shuning uchun ikki bo'g'inli so'z. A-nor. Ikki bo'g'inli so'z. Ikkita unlisi bor. A-sal. Ikki bo'g'inli so'z. Chunki bu so'zda ham ikki unli bor. A-ri. Ikki bo'g'inli so'z. Chunki bu so'zda ham ikkita unli bor. A-yiq. A-yiq. Nechta bo'g'inli so'z bolajonlar? Albatta ikki bo'g'inli so'z. Chunki bu so'zda ham ikki unli bor. Juda ham to'g'ri. Keyingi rasmga e'tiborimizni qaratamiz va rasmdagi so'zlarga. Anvar. Anvar. Nechta bo'g'inli so'z bolajonlar? Albatta ikki bo'g'inli so'z. Chunki bu so'zda ham ikkita unli bor. Aziza. Aziza. Uch bo'g'inli so'z. Chunki bu so'zimizda uchta unli bor. Keyingi so'zimiz, keyingi bolaning ismi Asqar. Ikki bo'g'inli so'z. Chunki bu so'zimizda ikkita unli bor. Barakalla bolajonlar. Anora. Uch bo'g'inli so'z. Juda ham to'g'ri. Chunki bu so'zimizda uchta unli harfi bor. Akmal. Ikki bo'g'inli so'z. Barakalla. Arofat. Bu nechta bo'g'inli so'z bolajonlar? Juda ham to'g'ri. Bu uch bo'g'inli so'z. Chunki bu so'zimizda uchta unli bor. Juda ham to'g'ri bolajonlar. Bolajonlar, bo'g'in ajratishning yana bir juda ham oson, juda ham qulay tomoni bor. Ayniqsa bizdek birinchi sinf o'quvchilari uchun juda ham qulay. Bu chapak chalib bo'g'in nechtaligini bilib olsak bo'ladi. Qani, bir ko'rsatib ko'raylikchi.
Arofat. Qancha chapak chaldim? 3 marotaba chapak chaldim. Barakalla. Demak, bu arofat so'zi 3 bo'g'inli so'z. Juda ham to'g'ri bolajonlar. Barakalla. Bolajonlar, esda saqlang. So'zlarda nechta unli bo'lsa, shuncha bo'g'in bo'ladi. Buni yodingizdan hech qachon chiqarmang. Bolajonlar, kichik a va kichik o harflari so'z boshida, oxirida va o'rtasida keladi. Kishilarning ism familiyalari katta harflar bilan yoziladi. Buni ham esingizda saqlang. Bolajonlar, a va o tovushining talaffuz etilishiga e'tibor bering. Keling birgalikda talaffuz qilib ko'raylikchi. A, o. Demak, bu harflarimiz unli harflar. Demak, bu tovushlarimiz unli tovushlar. Esda saqlang. O'pkadan chiqayotgan havoning og'iz bo'shlig'idan hech qanday to'siqlarga uchramay o'tishidan hosil bo'lgan tovushlar unli tovushlar deyiladi. Tovushlarning yozuvdagi ifodasi, ya'ni belgisi harf deyiladi. Buni ham yodingizdan chiqarmang. Bolajonlar, yozuv darsimiz uchun kerak bo'lgan daftar va ruchkalarimizni tayyorlaymiz. Yozishdan avval to'g'ri o'tirish qoidasiga rioya qilamiz. Qaddimizni rostlab, chiroyli o'tirib olamiz bolajonlar. Daftarlarimizni ochamiz. Quyosh tushayotgan tomonga ozgina qiyalashtiramiz. O'ng qo'limizga ruchkalarimizni olib, ustozlar berayotgan vazifani diqqat bilan tinglaymiz. Eslatib o'taman bolajonlar. Daftarimiz 2 chiziqdan iborat. Asosiy va yordamchi chiziqlardan. Asosiy chiziqqa kichik harflar yoziladi. Yordamchi chiziq esa katta harflarni yozishga ko'mak beradi. Demak bolajonlar, birinchi darsimizda harf elementlarini yozgan edik. Bugun sizlar bilan kichik va katta a hamda o harflarini yozamiz. Qani, tayyormizmi yozishga? Diqqatimizni bir joyga jamlab, daftarga qaraymiz. Kichik a harfini yozishni boshlaymiz. Asosiy chiziqni yuqorisidan pastga qarab tushiramiz. Dumaloqcha hosil bo'ladi. Shu dumaloqchaga avvalgi darsimizda o'tgan ilmoqchamizni ulab qo'yamiz. Shunda kichik a harfimiz hosil bo'ladi. Qani, yozyapmizmi? Chiroyli hamda ozoda qilib yozing bolajonlarim. Barakalla. Keyingi qatorga katta a harfini yozamiz. Katta a harfini yozish uchun asosiy chiziq pastidan yuqoriga qarata
ilmoqcha yozamiz va yuqoridan pastga tayoqcha shaklida ulaymiz. O'rtasiga belbog' qo'yamiz. Barakalla! Yozib bo'ldingizmi? Yozish qiyin bo'lmadimi, bolajonlar? Barakalla! Juda ham chiroyli qilib yozdingiz. Bolajonlar, yozaverib qo'llaringiz toliqqan bo'lsa kerak. Qani bo'lmasa, ruchkalarimizni qo'yamiz. Barmoqchalarimizni, yelkalarimizni, aql miyalarimizni ozgina dam oldirib olamiz. Buning uchun dam olish daqiqasini boshlaymiz. Qani, o'rnimizdan turdik. Barakalla bolajonlar, dam olib bo'ldingizmi? Unday bo'lsa, joy-joyimizga qulay bo'lib o'tirib olamiz. Darsimizni davom ettiramiz. Kichik A hamda katta A harflarini yozib tugatdik. Endi bo'lsa, diqqat bilan kichkina O harfini yozishni boshlaymiz. Kichkina O harfini yozish uchun asosiy chiziqni yuqorisidan pastga qaratib, pastdan yuqoriga qaratib ulaymiz. Qani, barakalla, yozib bo'ldingizmi? Juda ham ajoyib. Keyingi qatorimizga katta O harfini yozamiz. Katta O harfini yozish uchun yordamchi chiziqdan pastga qaratib dumaloqcha yozamiz. Juda ham chiroyli. Yozib bo'ldingizmi, bolajonlar? Barakalla! Juda ham chiroyli qilib yozibsiz. Barakalla! Bolajonlar, ruchkalarimizni, daftarlarimizni bir chekkaga suramiz. Endi diqqat bilan quloq soling. Sizlar bilan aqlimizni charxlab olamiz. Buning uchun biz alifbe kitobimizning 13-sahifasidagi rasmga diqqat bilan qaraymiz. Shu rasm asosida gap tuzamiz. Qani, rasmda kimlarni, nimalarni ko'ryapsiz, bolajonlar? Barakalla! Ayiq asal yaladi, asalari taladi. Ayiq asal yaladi, asalari taladi. Barakalla! Bolajonlar, davom etamiz. Aqlimizni charxlash uchun bizga maqollar yordam beradi. Bu maqollarimiz A harfi bilan boshlanadigan maqollar, bolajonlar. Avval o'yla, keyin so'yla. Avval o'yla, keyin so'yla. Aytilgan so'z, otilgan o'q. Aytilgan so'z, otilgan o'q. Navbatdagi maqolimiz
Arslon izidan qaytmas, yigit so'zidan. Arslon izidan qaytmas, yigit so'zidan. Barakalla, bolajonlar. Mana bu maqollarimizni A harfi ishtirok etgan maqollarimizni keyingi darsimizgacha yod olamiz. Aziz bolajonlarim, bugungi darsimizda nimalarni o'rgandingiz? Albatta, A va O harflarini yozishni o'rgandik. A va O harflari unli harflar ekanini bilib oldik. Juda ham to'g'ri. Barakalla bolajonlar. Bolajonlar, endi diqqat bilan uyga vazifaga quloq soling. Uyga vazifa katta va kichik A harfini hamda katta va kichik O harflarini davom ettirib yozib kelamiz. Bolajonlar, qo'lingizni sovunlab yuvishni unutmang. Tozalik sog'liq garovidir. Aziz bolajonlar, shu bilan bugungi darsimiz o'z poyoniga yetdi. Ustozlaringizni berayotgan har bir vazifalarini o'z vaqtida bajaring. Aziz bolajonlarim, gigiyena qoidalariga rioya qiling. Qo'lingizni sovunlab yuving. Tozalik sog'liq garovidir. Xayr, omon bo'ling.